Diametri 0,4 edi. Hozir 0,04 bo'lib, eng kichkina holati 10 barobar kichkina bo'lib, Xudoga shukr, mana yaxshi bo'lib ketdi. Doktorga ham rahmat deb qo'yaman, shu fursatdan foydalanib, umrlari uzoq bo'lsin. Kecha o'zlari ham juda xursand bo'lib ketdilar. Xudo effekt yaxshi berdi. Operatsiya qilmoqchi edim, endi operatsiya qilmayman. Xudo xohlasanchi oxirgisini olsangiz yaxshi bo'ladi. Oldin birinchi angrenni o'zida ko'rsatganman. Ular operatsiya qilamiz deganiga bu yoqqa keldim, internetdan qidirib topib, doktor Mallayev degan. Qizim medsestra bo'lib ishlaydi o'zi, klinikada Angrenda. Shu internetdan topib, shu yoqqa olib keldi. Taxta pulga olib keldi, men xohlamadim bu yoqqa nima qilishdi. Keyin bu yoqqa keldi. Allohga berdi shukrona yaxshi. Uyqularim ham yaxshi hozir. Hech narsadan g'alaba yo'q. Yondosh kasalliklarga ham yordam berdi. Ancha yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Kecha doktor ham xursand bo'ldilar, yaxshi bo'lib ketibsiz deb.